Assalomu alaykum. Qorli ob-havoda nima kerak bo'ladi? Pechka kerak bo'ladi. Pechka yaxshi isitmay qo'ygan Lacetti mashinamizni yana hozir tozalashni boshladik. Mana yangilab chiqishni boshladi. Yechmasdan joyida turgan holatda tozalaydi bu apparatimiz. Holasi mana orqada qismi yechilgan joyda turibdi. Tozalashni boshlab pechka. Ichidan chiqayotgan yerlarni pechka bitib qolgan holatda. Xudo xolasa bitgandan keyin graduslarni kuzatamiz. Xudo xolasa ishlarimiz bitdi. Kelgandagi holatni ko'ramiz. 42 gradusda kelgandi. Pechkani yoqib ko'rsatgan. O'zi shunga chiqib tekshiramiz. Necha gradus isitayotgan. 9 gradus 60. Xudo xolasa natija zo'r bo'ldi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa olib kelsanglar, ishlar chiroyli, sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.